Assalomu alaykum, brifing qatnashchilari. Viloyat hokimining tegishli qarori bilan 2025-yil Yangiyer shahar mudofaa ishlari bo'limida mukammal ta'minlash ishlari olib borilmoqda. Hozirgi kunda binoning to'liq qismi zamonaviy ta'minlash ishlari olib borilmoqda. 2025-yil shahar mudofaa ishlari bo'limida jami 46 nafar yoshlar muddatli harbiy xizmatga chaqirildi. Hozirgi kunga respublikamiz turli harbiy qismlarda o'z burchlari harbiy qismlarda o'tib kelmoqda. Shuningdek, safarbarlik chaqiruv rezervi xizmatchi 160 nafar chaqiruvchilar bilan shartnomalar tuzildi, shartnomalar puli bajarildi. Yoshlarni harbiy kasbga yo'naltirish bo'yicha shaharimizda umumta'lim maktablari orasida jami oliy harbiy universitet 25 nafar maktablari 11-sinf yoshlari o'qishga nomzodlik hujjat topshirib, ulardan 11 nafar sinovlardan mukofotga o'tishib, oliy ta'lim muassasalarida o'qishga kirish muvaffaqiyatli bo'ldi. Respublikamizda Temurbeklar maktabi, harbiy, akademik litseylarga umumta'lim maktablar 9-sinf bitiruvchilari yoshlarning orasida 12 nafar o'qishga ariza topshirib, shulardan 7 nafar sinovlardan muvaffaqiyatli o'tib, hozirgi kunda o'qib kelmoqda. Aholi murojaati bo'yicha hurmatli brifing qatnashchilari, O'zbekiston Respublikasining 2030-yil strategik atrof muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yilida amalga oshirilgan oid davlat dasturi ijrosini ta'minlash, shuningdek O'zbekiston Respublikasining fuqarolarini muddatli harbiy xizmatga tanlab olish, yana takomillashish chaqiruvchilarini mahallalarda o'rganish va muddatli harbiy xizmatga tanlab olishda mudofaa ishlar organlari mahalla fuqarolar yig'ini bilan yaqin hamkorlikda ta'minlash ishlari maqsadida 2025-yil 7-iyun kuni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining chaqiruvchilarini tanlab olish to'g'risida 413-qarorga muvofiq quyidagi ishlar amalga oshirildi. O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining muddatli harbiy xizmatga tanlab olish tizimi yanada takomillashish, chaqiruvchilarning mahallada o'rganish va muddatli harbiy xizmatga tanlab olishda mudofaa ishlar organlari mahalla fuqarolar yig'ini bilan yaqin hamkorlikda ta'minlash maqsadida shahar mudofaa ishlar bo'limi tomonidan elektron ma'lumotlar bazasiga chaqiruv resursiga kiritildi. Chaqiruvchilar to'g'risida ma'lumotlar birma-bir o'rganib, mahallada o'rganish lozim bo'lgan chaqiruvchilar ro'yxatlari shakllantirilgan ro'yxatlar shahar mudofaa ishlar bo'limi tomonidan yoshlar balansi elektron platformasi orqali tegishli mahallalarga yubordi. O'rganish ishlari shahar hokimining yoshlar siyosati ijtimoiy rivojlantirish ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari tomonidan tasdiqlandi. O'rganish jadvaliga asosan belgilangan tartibda o'tkazilmoqda. E'tibor uchun rahmat.